Greenleaf mahsulotlarini O'zbekistonga yangi kirib kelayotgan kompaniyani zavodidan olarmish. Telegramimga kecha shunaqa xabar keldi. To'g'risi hayron qoldim, chunki yaqindagina Xitoyga borib kelganimizda shu zavodlarni o'zim ko'zim bilan ko'rib kelgandim. Mahsulotlar qanaqa ishlab chiqarilayotgani, ular qanaqa sharoitda tayyorlanayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan insonga bunaqa SMSni o'qish ajoyib bo'lar. Qariyb 72 gektar maydonda joylashgan bu zavodlarda GMP va ISO sertifikatlariga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarishini siz bilasizmi? Greenleaf bu shunchaki oddiy mahsulot ishlab chiqaruvchi emas. U jahon kosmetika gigantlari Italiyaning Intercos va Shvetsariyaning Serie B kompaniyalari bilan hamkorlik qiladi. Bu degani biz ishlatayotgan kosmetikalarning formulalari va texnologiyalar dunyoning eng yetakchi laboratoriyalariga tegishli. Yana qaytarib aytib o'taman, Greenleaf bu shunchaki ishlab chiqaruvchi emas. U 25 yillik tarixga, tajribaga ega, bozorda o'z o'rnini egallagan yirik korporatsiya hisoblanadi. Agar siz ham shu yirik korporatsiyani bir qismiga aylanishni istasangiz, men sizni o'zimni jamoamga taklif qilaman. Ekraningizda qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin yoki izohlarda shunchaki plus belgisini qoldiring.